Alo, tez yordammi? Men nimaga qimirlamayapman? Nima solmayapti? Og'ziga ko'pik kelyapti. Tez yordam kimga? To'xtang aka, biz o'zimiz yetib boramiz. Xo'pmi, kelib o'tirmaylik. Bo'pti. Ko'tar, aka. Qaqa ko'taradi. Ey! Soppa sog'ing. O'lgan bo'lishi mumkin emas. Iltimos, Bular nimaga polisiyaga olib keldingiz? Kim bir menga tushuntirib beradimi? Aka! Vrachga, menga tushuntirib ber. Nima gunoh qilading? Ey! Tushuntirib berdim senga. Nima gunoh qildi? Ey! Son. Voy! Nimaga mendan jirkan vosanla? Ey! Suvnimaga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman dolma. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', qo'shni og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlari bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin.